Uch shoxli nerv nevriti bu qisqa, lekin juda kuchli, elektr toki urgandek og'riq sezish, asosan yuzning bir tomonida, bosh og'riqlari, kuyish hissi paydo bo'lishi, nerv yallig'langan tomonda parizlar, mushaklarning majburiy qisqarishi, sezuvchanlikning pasayishi yoki to'liq yo'qolishi, so'lak oqishi kuchayishi kabi belgilar kuzatiladigan kasallikdir. Bu kasallikda nima qilish mumkin emas? Issiq kompresslar, isitish, sauna, banya, hammomga borish mumkin emas. Massaj qilish, tez harakat qilish va yuzni bosish ham mumkin emas. Yana ba'zi mahsulotlar ham kasallikni kuchaytiradi. Kofein, sitrusli mevalar, bananlar, xom sabzavotlar va ko'katlar ham mumkin emas. Qaysi mahsulotlar yordam beradi? Yog'li baliq, tovuq go'shti, qo'y go'shti. Giyohlar damlamalari, romashka, altay ildizi, yalpiz, malina barglaridan choylar ham kasallikni yengillashtiradi. Bu kasallikda maxsus davolash programmasi ishlab chiqarilgan. Vitamin komplekslar, glukokortikoidlar, yallig'lanishga qarshi nerolaksantlar kabi. Uch shoxli nerv nevriti kasalligi qancha erta aniqlanilsa va davolash qancha vaqtli boshlansa, asoratlar qolmaydi. Aks holda butun umr asoratlaridan qiynalasiz. Bu videoni tanishlaringizga jo'natishni unutmang. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.